hozir Farg'onadaman. Bugun shu o'zim katta bo'lgan domni, shu mahallamni ko'rgani keldim. To'g'ri, endi domimizni sotib olganmiz. Bu mahallalar endi menga begona, lekin bitta 17 yil umrim o'tgan, bolaligim o'tgan, yaxshimi yomonmi, shirin xotiralarim bor. Haligacha sog'inaman. Mani uyini sotib olgan, domini sotib olganlar juda yaxshi tushunishadi. Hozir sizlarga shuni ko'rsataman. Shu domimni sog'inib keldim, chunki bitta katta bo'lganman, bolaligim shatda o'tgan. Mana shu 4-qavatda yashaganman. Mana shu oq akfali uy meniki bo'lgan. Kimdir derazamizni sindirib ketibdi, lekin hech nima qilmaydi. Bu 2 qavatligida o'zim qo'ydirganman, ishlab eng qimmatidan. Xullas, mana shu dom muhayyo deyiladi va sentrga eng yaqin joy. O'sha yerdagi o'rik daraxtidan bitta shoxini sindirib oldim. Menga bir esdalik uyga olib ketaman. Sobiq domim bilan xayrlashdimda, o'zimni yo'limda davom etgan, yana orqamga qaytdim va muhayyodagi o'zim yaxshi ko'rgan, doim mazza qilib kirganimda ko'p pullarimni shilib qo'ysa ham, lekin haligacha yaxshi ko'raman. Osiyo marketga keldim. Bu muhayyoda joylashgan, ya'ni Sitaforida, Targoviy sentr. Bitta hamma yo'q bor. Battan mol go'shti, tovuq go'shti, maliravat qilingan farsh, hamma narsa bor. Bitta ham egalari qassobchilik bilan ham shug'ullanishadi. Birinchi toza go'shtlar shatga topshiriladi. Bozorga borishni kerak yo'q. Taj grillgacha sotishadi. Kolbasa, sir, tvorog, smetanalardan va вообще xilidan tanlab cherta bo'lsangiz bo'ladi. Magazinda juda ham ko'p narsalar bor. Men hayitida o'sha kuni opamni ko'rgani, ya'ni Farg'onali opamni ko'rgani keldim. Ko'p narsa olmadim, chunki hayitda hamma uyda hamma narsa go'sht-po'sht bo'ladi. Shularni oldim. Tak Mana qaranglar, napitga ichadigan yo marojniy deganlarga tanlab olasiz. Salat ishqibozlariga salatlar ko'ryapsizlarmi? Tanlab xohlaganinglarni olasiz. Unda yogurt, qatiq smetanalarni sevadiganlarga oling, tanlab oling. Keyin men 5 yil o'zim yashaganman domimda yolg'iz. O'shanda mana shu qallamani, malinikini juda ham yaxshi ko'rardim. Skоворodkaga solasiz, pishadi. Xo'p, shampun kerakmi? Simidan tanlab любой dunyodagi hamma firmadagi o'sha parfumeriyalar borda. Nima kerak? Shampun deysizmi, dezodorant deysizmi? Xo'p, ikkinchi etajaga ko'tarilsiz, hatto kiyim-kechaklar, bundan tashqari kafe, restoranlar ochilib ketgan. Siz oilangiz bilan bemalol dam olib ketsangiz bo'ladi. Hozir ko'rsataman. Bundaqa shinam joyda o'tirib, pitsaxo'rlik deysizmi, любой fast foodlarni yeb, maza qilib dam olasiz. Hattoki bolajonlaringizga dam oladigan plashatkalar ham qilib qo'yishgan. Bolajonlar chatga topshirib qo'yasiz, o'zingiz maza qilib dam olasiz, taomlanasiz. Tug'ilgan kunlarda ham o'tkazsangiz bo'ladi. Keyin pastga sekin tushasiz. Bitta pastida magazin produktingizni qilib ketaverasiz. Eng keraklisini aytmayman. Bitta bemalol magazinda chiqasiz, tepada ovqatlanasiz, kiyim-kechaklarni ham ko'rishingiz mumkin. Undan tashqari sizga kerak bo'lib qoladigan zaruratda hojatxona va tahoratxona juda ham komfort va toza, bemalol o'zingiz uyingizga his qilishingiz mumkin. Undan tashqari men opamni ko'rgani keldim. Hayit kuni edi. Shunaqa oyoqchalar, yetuxun, Fanta Cola, bulichkalar, nonlar, choka kremlar olib opamni ko'rgani bordim. Chunki har bitta ukani vazifasi opasini yo'qlab turish kerak. Hattoki qiz bolani bug'doyzor oralab bo'lsa ham opa-singillarni ko'rib turish kerak. Va sekin opamni ko'rgani yo'l oldim. Men shu kollejda o'qiganman, kooperativniy. Telefonim держателdaligi uchun, o'zim roldaligim uchun kollejda yaxshi ko'rsatilmadi. Men kooperativniyda o'qiganman 2011-2014 yillari Farg'ona kompyuter texnologiyalari kollejida.